Autodesk Revit dasturiga kirganimizda bizda fayllarni birliklari bor, ya'ni saqlanish qilganimizda, misol uchun AutoCAD dasturida DXF bor, DVG birligi bor. Revitda ham xuddi shunaqa birliklar bor. Buni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Biza открыть tugmasini bossak, bizda поддержка qiladigan hamma fayllarni birligini ko'rsatib beradi va men shundan foydalanib sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bizda ko'rayotganimizda fayl proyekt RVT, fayl CMS, ya'ni fayl proyekt RVT bu biza chizma ishlaydigan faylimizni birligi RVT. Fayl CMS ya'ni RFA. Bu birlik bizda CMS'larimiz, ya'ni bundan oldingi darsda tushuntirganimdek, bir nechta parametrlarni o'zida yig'gan fayl CMS hisoblanadi. Ya'ni modelimiz qanaqadir, uni ichida parametrlar bor, biz uni o'zgartirib turib, o'zini shaklini, hajmini o'zgartirib, materiallarni o'zgartirib, o'zimizga kerakli model sifatida foydalanishimiz mumkin. Aynan o'sha model bizda CMS deyiladi va uni birligi RFA. ADSK bu bizda обмен данныйga ishlaydi, ya'ni Autodesk Docs va shunga o'xshaydigan ma'lumotlarni almashish uchun kerak bo'ladigan birlik. Biz buni ishlatmaymiz va foydalanmaymiz. Fayl shablonov, ya'ni RTE, template degani TSR, Revit template. Xo'p, bu bizda har doim sozdать oynasida turadi va biz shablondan analog olib turib, shablonda настройкалар to'g'irlangan, biz undan analog olib turib, har doim uni настройкасы bo'yicha loyiha ishlaymiz. Va u настройкалар qilingan faylni sizlarga через ссылка keyinroq beriladi. Hozircha bizga shablon shart emas. Okay, bosamiz. Hozir sizlar bilan bitta fayl sozdать ko'ramiz. Sozdать bizda mana bu yerda turibdi. Ko'rayotganimizda bir nechta shablonlar bor. Keyingi darsimizda o'zimizning shablonimizni kirgizib ko'ramiz. Hozircha oddiygina shablon stроительство bo'yicha ishlab ko'ramiz. Proyekt bo'ladi bu, shablon emas, proyekt bo'yicha galchka turgan bo'lish kerak shu joyda. Okay bosaman. Va mana menda xuddi shunaqa oyna, ya'ni Revitga kirdi. Ya'ni bitta fayl sozdать qildi. Va endi buni сохранить bosadigan bo'lsam, mana menda RVT yoki RTE. Menga bu ikkita yo'lni beryapti. Revit template shablon qilib сохранить qilish mumkin yoki fayl qilib, ya'ni bizda fayl proyekt bo'lgandan keyin biz proyekt ishlagan bo'lsak, chizma ishlagan bo'lsak, aynan RVT birligida сохранить qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni biz RVT proyekt o'zimizga kerakli joyga сохранить qilib qo'yamiz.